Diqqat aholiga, shoshilinch xabar. O'zbekistonda maoshlar, nafaqalar va stipendiyalar oshirilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu videorolikni aslo o'tkazib yubormang. To'liq ma'lumot ushbu videorolikda joylangan. Bu siz uchun ham foydali bo'ladi. O'zbekistonda 2026-yildan pensiya, maosh va stipendiyalar maksimal darajada ko'tarilishi kutilmoqda. Bu sizning hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Ma'lum qilinishicha, kelgusi 2026-yilda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va real daromadini oshirish maqsadida davlat tomonidan qator muhim chora-tadbirlar rejalashtirilmoqda. Xususan, davlat xizmatchilarining ish haqqi, talabalarning stipendiyalari, ijtimoiy nafaqalar hamda pensiyalar miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu takliflar va hisob-kitoblar Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, inflyatsiya darajasi, iqtisodiy o'sish sur'atlari hamda aholi turmush darajasini yaxshilash omillarini inobatga olgan. Rejalashtirilayotgan oshirilishlar budjet imkoniyatlari doirasida amalga oshirilishi, bu orqali kam ta'minlangan qatlamlar, pensionerlar, talabalar va davlat sohasida mehnat qilayotgan xodimlarni qo'llab-quvvatlash maqsad qilingan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, ushbu o'zgarishlar aholining xarid qobiliyatini oshirish, iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Hozirda mazkur takliflar tegishli tartiblarga ko'ra ko'rib chiqilib, belgilangan qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda. Qonun loyihasida keltirilishicha, 2026-yildan ish haqqi, pensiya, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirishga budjetdan 6 trillion so'm ajratilishini belgilagan. Bunga ayrim xizmatlar turlari narxlari ko'tarilishi, qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi, xarajatlar ham kiritiladi. Kelgusi yildan aholi real daromadini ko'tarish va davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalarini yillik inflyatsiyadan yuqori oshirish rejalashtirilmoqda. 2026-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, davlat xodimlarining ish haqqi 1% ga oshirilsa, budjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerak. Ya'ni pensiyalar 1% ga ko'tarilsa, unga 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Budjet xarajatlarining katta qismi ish haqqi to'lovlari shakllantiriladi. Masalan, 2026-yilda ish haqqi, ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlatdan 172 trillion ajratilishi, 2025-yilda esa tasdiqlangan rejaga nisbatan 18 trillion so'mga ko'pdir. Kelgusi yildan oylarga to'lovlar davlat budjeti xarajatlarining 42,9% ni tashkil etadi. Avvalroq e'lon qilingan fiskal strategiyada O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangan edi. Shu bilan birga kelgusi yildan davlat idoralari budjet qancha pul olishi ham ma'lum qilingan, deyiladi ma'lumotda.